Qo'rqoq talashyapsizlarmi? Madraxim, nima talashyapsan? Qo'rqoq talashamiz-ku. Men erkaksan, sana erkaksan, erkaksan ergacha gapni gapirishmayapti, erkak. Mana aka, bolalar ham shot turuvdi. Talashyapsan, rasxod daftar, shtraf daftari. Lekin unga 5 ming ishlar. Endi nimaga 5 mingdan ishlar? Men o'zimni nimaga kalta yo'qman yoki formatda nimaga keladi? Og'ir lazerda turadi bu. 13 bugun sizlar to'xtab tur gapirmoqchi. Ha akalar, hayron bo'layotgan bo'lsalaringiz kerak. Bu erkakcha gaplashadigan razborchik akamiz kim ekan deb. Bu odam Xayrullohning akasi bo'ladi. O'sha ko'mir zavodda, plarama zavodda odamlarga qarab yuradigan, shtraf soladigan. Xullas, videoni oxirigacha ko'rsalaringiz, tomosha endi boshlanganini his qilasizlar. Avvalambor barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Qilichbek kanalimizga xush kelibsizlar. Ko'pchilik Xayrulloh mashaynikning, posrednikning ishi nima bo'ldi deb so'rayotgandi. Akalar, ana endi podsplena boshlanadi hamma narsa. Aynan o'sha inson Nasimxolovni efirida, videosida men karachman, oddiy ishchiman degan edi. Ana endi u kimligini sekin-sekin videorolik davomida bilib boraverasizlar. Demak, bugun sizlarga Xayrullohning akasini tanishtiramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Avvalgi videoroliklarimizda ham maksimal darajada like bosib tarqatib tashyapsizlar. Ko'plab insonlarning ko'zini ochdik. Bu videorolikka ham erinmasdan like bosib tarqatib tashang, kommentariyaga Xayrulloh haqida xohlagancha kommentariyani yozib qoldiring. Xayrullohning oxirgi kunlariga yaqinlashyapmiz akalar. O'ylaymanki like bossangiz, kommentariyani banglatasiz. Marhamat, videoni tomosha qilamiz. Stol o'tiribdilar. Bittalar bunga. Bittalar Bahodir akamga o'tiribdi. Mana. Mana shunday. O'tirib kim buni? Murod deyman. Qo'rqoq talashyapsizlarmi? Madraxim, nima talashyapsan? Qo'rqoq talashamiz-ku. Men erkaksan, sana erkaksan, erkaksan ergacha gapni gapirishmayapti, erkak. Mana aka, bolalar ham shot turuvdi. Formatda keldi, necha marta keldilar. Bir narsa deganim yo'qman. Bularni yillarni ham bilmayman. Men birovga sanam demayman-da. Siz gaplashaman. Kelyaptilar, o'rta yig'ilib ketyapti. Qo'toq yozsalam deyaptilar. Men bir narsa demadim. Keldilar, anu o'rta. Men u meni ishim emas. To'g'ri, qo'yman men hamda. Aka, player anaqa bu yoqda ishlayman, lazerda qo'yman. Og'iniga ham lapet tortdilar, u yig'ilib ketyapti. Keyin menga aytayaptilar, san deyaptilar, men buna qiladi dedi, o'zim bilaman. Sizdan oldin kelganman, aka dedim. Xuyet qilyapsanmi, kalla qo'ydi ekan. Aka, men hech narsa demadim-ki. Nima kalla kimni jiyani bo'yizamdi, unaqa ish qilmadi dedim men san. Hech jiyani vaziyatda. Aka, nimaga kalla qo'yadi? Hech kim kelmadi, aka. Mana ayting o'zidagi. Bular qara. Yo'q, bolalar ham shu yerda turibdi. Uni hech kim so'kkani yo'q. To'g'ri, men bitta, meni aybim bo'ldi. Erkak bo'lsiz, meni agar meni aybim bo'lsa, uni usti harom bo'lsin. Siz ayting dedim. Bilasiz, hozirgi vaqtda Rossiyada kurslar bir pasayib, bir ko'tarilib ketyapti. Shuning uchun men sizlarga eng zo'r kurslarda O'zbekistonga pul o'tkazadigan ilovani tavsiya qilaman. Tezda ilovasi. Bu ilova orqali sizlar Rossiyadan turib istalgan O'zbekistondagi Humo va Uzkartlarga bez komissiya pul o'tkazmasini amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu ilovaning yana bir qulay tarafi shundaki, O'zbekistondan turib Rossiyadagi do'stlaringizni ham kartalariga pul o'tkazmalarini amalga oshirsangiz bo'ladi. Ilovani yuklab olish uchun App Store va Play Marketdan qidirishingiz mumkin. Silkasi kommentariyada turibdi. O'sha silkani ham bosib, bemalol telefoningizga yuklab oling va qiynalmasdan pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Men akam bilan gaplashdim. Uni usti harom bo'lsa, siz aybingiz bo'lsa, ayting dedim. Bu bolani ikkinchi marta ko'ryapman. Bu bolamni ikkinchi marta ishlashim. Bu bolam bilan. Mana ko'rishyapsan, rasxod daftar, shtraf daftari. Lekin unga 5 ming ishlar. Endi nimaga 5 mingdan ishlar? Men o'zimni nimaga kalta yo'qman yoki formatda nimaga keladi? Og'ir lazerda turadi bu. 13 bugun sizlar to'xtab tur gapirmoqchi. 03 Yo'laja bitta gap. To'xtab turing, to'xtang, sizlar to'xtang, shu gapirmang. 03 Madraxim. Madraxim. 03 To'sha. Men prikazdoganman Ro'shan bu. Madraxim. Mana ham ko'rishmadim. Yo'q, nimaga begunoh men kaltayib, hammang ishtirab olman. Nimaga bu joyidan keladi edi? Ayting aka. Gapni eshitish. Ozodaga mana tirik guvohlar aka. Gapni eshitish. Xullas mana narsa. Ish mahallida ayb san notadimi, bun notadimi, menga po'x qo'y.
ish mahallida shunday prikaz olganman. Solishtiradi deydi. Hali kechki payt, hali keladi. Agar mening kuchim sanaga yetmasa-da, agar mabodo, men hozir yana ogohlantiraman. Mabodo murosa qilsa, erkak sen ko'rinamda, ko'chani bolasisan. Murosa qilsa, biznes mana shu o'chiraman shuni. Agar murosa qilishmasdan hozir yana bir-birini itmishiq bo'lib, ishga chiqib qiladigan bo'lsa, men o'chirmayman. Oma aytib qo'ying, mana shu narsa bor-ku. To'shni Elyoraka, agar aytgan qilishmasa. Bu bola bizga javob beradi, brigadir, to'g'rimi? Eng katta brigadir siz qarang. Shu kalti edim deyman, kalti edib, yana kelyapti, yana urishaman deb o'tchatdi-da. Men ketaman dedim men. Ketayotgan joyimda qaytardi. Aka, iltimos, meni hurmat qiling, ozgina ichida bering, abet bo'ladi dedi. Hozir men ham gap eshitaman bo'lmasa dedi. Bo'ldi uka dedim. Bir narsa dedim, tishimga qo'ydim Murod, yo'qmi? Turdimmi, ishladimmi? Oxirigacha ishladim, qarang. Ayb keldi bitta. Ayb. O'tab turing. Ayting o'zi degan mana. Bo'ldi, xo'p, mana bular 3 kishi ekan bu. 3 kishi emas, bolalar ham bor yana o'tdi. Men bordim Elyoraga. Lapetda biz ham ishlaganmiz aka. Oldin ham ko'rgansiz, hozir ham ko'rganmiz, ishlayapmiz aka. Bu ish vasda, to'g'ri gapda, bu bola qilayotgan ish. Har doim borib yurib oldan olib kelaverimman-ku. Lapetda men turmayapman, aka. Uka, garbalda otyaptimi? Misolda sen lapet olasanmi? Men lapet olmayman. Sal olmayman. oldiga itarib olsang bo'ladi. Qarab, og'zingni ochib Men turmaysan. qarab turmayapman men. Kamera bo'lsa turib to'shatdi. Batda hammamiz bitta odammiz. Hammamiz bitta odammiz. Misol shunchalar bular bilan ishlab ham boshqa gapirganmi? Misol Murod gapirsa, bolalar qilishmasa borib aytaylar, kelinglar, buni qilaylik. Sensiz ham bu ish bo'layotdi uka. Bundan keyin ham bo'laveradi. Mensiz ham bo'laveradi albatta. Mensiz ham bo'laveradi. Men misol bular jiyan ekanman deb urushmayman. Bular men boru, vashi ilmaydi jiyani bo'lsa. Olayanga aytdilar, jiyan emassizlar. Ha, yo'q. Sen gaping bo'yicha gapiryapman. Amakimi xotinini jiyani bo'ladi. Xo'p, aka, gaplashsa qanday maqsadga o'ting, nima bo'ldi? Sen aytda uka, o'zing gapirgan gapingni tanamayapsan birinchidan. Nimani gapirdim? Murod ham yo'q edi, Ozodbek ham yo'q edi, to'g'rimi Murod? Oxun bor edi o'shatda yonimda. Oxun ham eshitgan yo'q, arrani uka eshitilmaydi. Men qarash. Sen bilan yonma-yon men turdim. Men qarash, to'xtash. Men bu yerda sanlarni valavalani seni chaqirganim yo'q. Men seni murosa qildiraman deyapman. Agar xolashmasang, muxolifat qoladi. Yo'q aka, erkakchilikda bo'lib turadi, bir kubush amiga sizga suda qilishadigan bo'lsa, o'g'il bola bo'lgan ishingni qilishkin tekkina. Agar yo'q, suda qilishadigan bo'lsa, menga poq qo'y. Yo'q, aka, men hech narsa ishimni qilib turgan, kalka yeb ketam, o'zim. Mana do'stlar, demak bu bratanning ham videosini ko'rdilaringiz, eshitdilaringiz. Xo'p, bir toshkentlik ukamiz bularni qo'lida anchadan beri ishlayapti ekan. Chiqib ham ketdi o'tdan. Kreditimni to'layman, kreditimdan normalniy pul topib tez-tez yopib bir 3-4 oyda qaytaman degan akamizni bu pizduchkalarning yordamchilari urgan, kaltaklagan. Xullas, bo'lganda. Endi aytmoqchi bo'lganim, demak, Xayrulloning akasini ham sizlar bilan tanishtirdim. Ana endi Xayrullo posrednikda keyingi videorolikimizda, efirimizda o'sha gapirgan gapiga protiv materiallarni sizlarga ko'rsatamiz. Ya'ni men karrachiman, men hech kimni boshqarmayman, men hech kim bilan ishim yo'q, men oddiy ishchiman deganda, men aslida u insonning kimligini, u yerda qanaqa o'rni borligini endigi videoroliklarimizda batafsil ko'rsataman. Ana endi itaramiz. Aka-ukalar, ana endi. Hammaga kattakon rahmat. Videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz, kommentariyani banglatamiz. Mana tanaffusdan keyin qaytdik, katta bir tanaffus qildik orada. Hozir hammasi normalniy. Ana endi bangra-bangrni boshlaymiz aka-ukalar. Ana endi sola-solni boshlaymiz. Hammaga rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.